Hammaga assalomu alaykum. Hozir men duxovkasi yo'q ayollar uchun qozonda или skоворodkada pirog tayyorlashni o'rgataman. Uyda qolib ketgan narsalardan, misol uchun ozgina qorayib qolgan, lekin tashlab bo'lmaydigan banal deylik, shunaqa mahsulotlardan foydalanib pirog tayyorlaymiz. Mana shunaqa qilib kesib olamiz. Mani qozonim kichkinaroq bo'lgani uchun qozonimni tanladim. Xohlasangiz siz qozoningizda emas, skоворodkada qilsangiz ham bo'ladi. Mani skоворodkalarim keng va biz kamchilik bo'lganimiz uchun kichkinaroq pirog bo'lishini xohladim. Qozonim esa juda ham kichkina. Shuning uchun qozonni qilishga qaror qildim. Xo'p. Hozir biz qozonga xohlasangiz olivka yog'i, xohlasangiz sariyog' qo'shishingiz mumkin. Qizib turgunigacha mana kimdir kakao ishlatsa bo'ladi. Xohlagan odam kakao ishlatsa bo'ladi. Xohlagan odam kakao emas, balki shokolad ishlatsa bo'ladi. Xo'p. Ozgina men shokolad qo'shib yubordim. Qozonga shokolad tashladim. Ya'ni shu yog' bilan birgalikda qovurish uchun. Va ozgina lopatkaga qovurib olamiz. Hop. Endi bananlarimizni solamiz. Ozgina men kamerani uzoqroq qilib, чтобы sizlar ham ko'rishinglar uchun. Hop. Endi maqsam bo'lar ekan. Vilkada qiling. Bu bitta qilib terib olishimiz kerak. Bananni gazni pastroq qilsangiz bo'ladi. Men baland qilib qo'yman, hozir pasaytirib qo'yaman. Xo'p, mana shunaqa qilib bitta terib olinadi. Чтобы chiroyli va yarim tarafida bo'lmay qolib, yarim tarafida ko'p bo'lib qolmasligi uchun bir tekisda chiroyli qilib terib olinishi kerak. Kamerada ham ko'rsataman. Hay, meniki chiroyli ham bo'lmay qoldi. Xo'p. Shunaqa qilib men terib oldim. Sizlar xohlasanglar bir emas, yarimta emas, bitta yoki ikkita banan qo'shsanglar bo'ladi. Men yarimta banan qolgan ekan. Men shu yarimta bananni uvol ketmasin deb mana shunaqa qilishga qaror qildim. Bu ozgina qovurilib turadi. Xo'p. Endi bizga nima kerak? Sizga qochib turing bolam. Qoching. Vilka qani? Ha, vilka u yerda ekan. Oling bolam, oling. Xo'p. Menda endi bunaqa aralashtiradigan narsam yo'qligi uchun men uni ko'p uyda ovqat qilmayman, endi qilaman. Shuning uchun uni aralashtiradigan narsam yo'q, ovqat qilmaganim uchun yo'q. Menda anaqa bor. Vilkada qilaman hamma narsam. Bu yogurtlar, qolib ketgan yogurtlar, ya'ni o'zimiz yegan yogurtlar, sizlar o'zingizlar yegan yogurtlarni yoki tayyor, toza, hali ishlatilmagan sutni ishlatsanglar ham bo'ladi. Sut ili yogurt. Menda sut qolmagan ekan, shuning uchun qolib ketgan yogurtimizni, unaqa ko'p ham qolib ketmagan, 2 kun bo'ldi. 2 kunlik yogurtimizni qo'shib yubormoqchiman. Gaz o'chirib turing, вообще anaqa bo'lib ketmasin. Xo'p. Mana yogurtni tashlab oldim. Xohlamu, men endi 2 kishiga moslashtirib qo'yotganim uchun 2 ta dona tuxum qo'shaman. Agar sizlarda ko'proq bo'lsa, ko'proq tuxum qo'shsanglar bo'ladi. Xo'p. Shakar. Biz unaqa shakar ko'p yemaymiz. Shakarli narsa. Bu shirinroq bo'lish uchun ozgina ko'proq soldim. Endi aralashtiramiz. Vilkada ozgina qiyinroq.
lekin eplasa bo'ladi. Shunaqa qilib aralashtirib olasizlar. Yaxshilab bitta bir xil tonda nimadir bir xil massada bir xil massaga kelgunigacha aralashtirsanglar bo'ladi. Yaxshilab aralashtirasizlar. Xo'p. Endi men odatda bunaqa un ishlataman. Hamma har xil un ishlatadi. Men esa mukka ishlataman, chunki kam uglevodi bor. Uglevodsiz desa ham bo'ladi. Разрыхлитель solamiz. Обязательно qo'shish kerak. Menda ozgina qolgan ekan. Mayli. Keyin undan elimi shunaqa narsadan o't qilsa ham yaxshiroq bo'ladi. Anaqa qolmaydi. Kamuchka bo'lib qolmaydi. Bu risoya un bo'lgani uchun menimcha anaqa bo'lmasa kerak, aytib qo'yardim. Kakao emas, kakao nima? Unda o'zi kakao qo'shilishi kerak. Endi men shokolad qo'shibman, chunki kakaom yo'q ekan. Shuning uchun shokolad qo'shaman. Men uyda bor narsalardan foydalanaman. Agar sizlar kakaoli bo'lsa, kakaoda qilganinglar yaxshi, yoki yo'q kakaodan olib qilaman desanglar, kakao olib qilganinglar yaxshi. Конечно. Menimcha unni ko'proq sovordim deb o'ylayman. Oho, hamma yog'imga un qildim, un to'kdim. Ay. Qanaqadir qo'yroq bo'lib qoldi. Ozgina yog' qo'shib yuboramiz, чтобы o'zi обязательно yog' qo'shish kerak. Xohlasanglar olivka, xohlagan yog'inglarni qo'shsanglar bo'ladi. Обычно uyda turgan yog'ni ham qo'shsanglar bo'ladi. Farqi yo'q. Xullas. Xo'p. Shunaqa qilib aralashtirib oldik. Mana cho'mliroq qilsa ham bo'ladi. Men hozir yana ham shokolad qo'shaman, чтобы cho'mliroq bo'lish uchun. Endi hamma shu tayyorlagan masadirmada xamirmi, xullas shu narsani solamiz qozonga. Men unaqa nomlarini bilmayman, lekin men bu narsalarni o'zim o'rganib, ko'rib, keyin qilaman sizlarga, чтобы endi o'rgangan narsalarimni sizlar bilan bo'lishish uchun. Lekin nomlarini bilmayman faqat. Chunki men uni ko'p ovqat qilib yurmaganim uchun nima u, qanaqa u, shunaqa, короче, nomlarini yaxshi bilmayman. Xo'p, bo'ldi mana. Mana shunaqa qilib to'g'irlab olamiz. Bu cho'mliroq chiqish kerak o'zi. Kakao bilan qilsanglar cho'mliroq chiqadi. Men endi shokolad bilan qilganim uchun boshqacharoq chiqyapti. Kakao boshqacharoq rang bo'ladi-da. Bu qanaqadir qizg'ishroq bo'lyapti. Kakao unaqa qizg'ishroq bo'lmaydi. Bo't. Endi 20 minutga qo'yib qo'yamiz. 20-25 minut. Если sizlarda skоворodka bo'lsa, qopqog'i mana bunaqa bo'lsa, teshigi bo'lsa, mana shu teshigini ham yopib qo'yinglar, chunki hech narsa kirmasligi kerak, havo kirmasligi kerak xullas. Pirogim tayyor bo'lgunigacha men nimadirda yengil va sog'lom ovqatlanish uchun o'zim uchun zavtrak tayyorlayman. Uning uchun menga ozgina xulpney, kivi, asal, ovsyanka, yogurt, xohlagan yogurtinglarni qilsanglar bo'ladi. Menda shunaqa yogurt bor ekan. Chovrug'i, shakar qo'shmayman, boshqa qo'shishim mumkin, shuning uchun qo'yib qo'yardim. Shunaqa narsalardan men ertalabim uchun, ya'ni zavtrak tayyorlayman. Tez va foydali zavtrak. Shunaqa kir yuvgisi keladi. Yuvilayotgan kirlarni o'chirib qo'ygisi keladi. Kir mashinani rosa ham yaxshi ko'radi.
qo'shib olamiz. Xo'p, endi asal. Tegma! Asal qo'shib olamiz. Bundan ham kichkina qoshiqchada. Eslarni qiyla bo'lsa, mayda bodom, pista va boshqa narsalar bo'lsa, bodom, pista qo'shib yuborsanglar ham zo'r. Mana shunaqa holatda aralashtiramiz. Hammasini bitta qilib aralashtiramiz. Mana shu holatda bo'ladi. Ustini yopib, xolodilnikka qo'yib qo'ysanglar bo'ladi.